Andijon viloyati Andijon shahrida joylashgan Muhammadjon Abdulloh ukalarimizni issiqxonasidan dekorativniy tomonga o'tdik endi. Krasniy klyonlar bor ekan. Nech pul bular aka? Klyonni 120 ming beryapmiz. Kattasini-chi? Kattasi 550 ming. Kattasi 550, odam bo'yi barobar taxminan. Buni yashilimi bular aka? Ha, mononisi yo'q, bu sariq ekan. Sariq. Sariq klyon bo'ladi. Bular hammasi bahorda kelgan, yoz saratondan o'tgan, adaptatsiyadan o'tib bo'lgan. Bunisi-chi? Bu pushti butterflymi? Butterflymi, Lightfootmi nimadir deb qo'yadi. Chekasi pushti bo'ladi. Bir xil 125, 120 dan bir xil. Kanarlarchi? Kanarasi bozorda 10 ming sotdik, uni to'yga ekib qo'ydik, boqdik, 15 ming bo'ldi. Kattasi-chi? Buni 50 ming beryapmiz. Bular 50 ming. Namiz bor ekan. Yana bu tomonda Washington. Washington ham 10 ming, 15 ming berdi jupini. Washingtonlarda jupi 15 ming so'm beriladi. Nari tomonda ham yana ko'p xillari bor. Xudo xolasa, nimachi? Siren. Siren dash turishini 70 ming, 80 mingdan bera olamiz. Bekarga emas. Razmeri askar ekan ko'rmasin noma bu video. Atrofida keladi. 2 metr chiqarmas yoki 2,5 3 metrga ham boradi. 3 metrda. Taxtaga chiqib ketganlar. Mononi mana 3 xil, 2 xil aka, qizili. Moddiy sorti. Nariyada sal bardovi keyin balki katta sorti. Ashuni ham bitta video qilsam. Va bunisi boshqa sorti. Bu kattaroq. Bir xil 120 ming. Kimgadir mana sal balki maydaroq yoqadi, kimgadir balki kattaroq yoqadi. O'zimiz yaqinda o'saradimi? Ha, o'sib mana mashinali darajaga. Qishda o'ramaysa bularni. Qishda o'ramaydi, qishda balkini tashlaydi. Bahorda yana qaytadan chiqaradi. Balki zo'rmikan aka? Balki dahshat. Nima balki o'xshaydi? Chinorgami? Chinor balki, anjirdi balki. Sirenlar bor, kichkinalar nech pul yozib 1-2 tami bundan. Siren bu kesib olishibdi mana, eshikda edi. Bola, sen 3 metrda. Pashti. Mashin. Mana Washington bor 15 mingdan. Jupimi donasi? Yo'q, donasi o'tga bu anaqa keyingi yozga chiqadi, sezon tugadi, palmani. O orqada ham Wagnarmi ular? Bu palma ekan. Uni ham bitta video qilasiz. Nima u? Qanaqasi? Anaqa traktor. Hozir qo'shamiz uni ham. Bular. Necha yillik bular aka? Bu 10 yil, 11 yillik bo'ldi aka. Traktorpsa? Nimami? Kichkinalar 5-6 yillik adashmasam. Nimalar? Stoli qalinlari 10 yil. Stol qanash. Bular urug'laydimi o'sha endi? Urug'lashga Bu bor tepada bor, uni ham video qilamiz. Bo'ylari 2 metr, 2,5 metr, 3 metrgacha ekan, adashmasam bular ham. Bu yoqda stolning o'zi 3,5 metrligi bor. To'rtta 5 tami ortiqcha. Nech puldan chiqarib berasiz ular? Bularga bizlarcha qimmat, ko'pchilik biladi ular. Sabab 11 yillik mehnat ketgan, xom o'smaganda. Ya bozorda misol uchun mashinchaligini 100 mingga ham oladi, xom o'sganda. Shunday ekadi bahorda. Quyoshda turadi u narsa, ammo balki sekin pastga tashlaydi, juda xunuk holat bo'lib qoladi. Bu garantiyasini ham beramiz-da biz. Bu adashmasam u kattalarni olib borib ekib ham bersangiz kerak. Ekib bering, bizdan chiqib ketadi, o'zlari ekib oladi. Siz so'lamaydigan qilib ko'chirib berasiz. Ha, ko'chirib berasiz. Nech pul? Stol 3,5 metrlikni sotdik, 2 dona 500 dollardan sotdik. Kichkinalarni 250, 300 dollardan sotdik. Mana yangi hovlilarga remont bo'lgan ofislarga olaman deganlarga top ekanda. Taxminan mana manolarni nech pul mana? Shular mana. Uni aka 250, 2,5 metr taxminan kelyapti bu. 250 dollar, 200 dollar berdi. 200 dollar. Stolning o'zi 1 metr. Ha, lekin ko'pchilik ham o'ylaydi-da, 250 dollarga bu oddiy traktorpis degan sortida. Oddiy narsani olgandan men Wagnarski degan sortini olaman, qimmatini olaman deydi. Olavering deyman. Yaqinda shunday holat bo'ldi-da. Uka manaqasidan oldim dedi. Bunday uyni oldidan o'tib ketyapman deb qarasam uzun o'sib ketganda, aka bu bir oydan keyin tashlaydi dedim. Keyin bir oydan keyin o'tib ketsa, qarasam tashlab qo'ygan balki. Xunukda u holat. Xom o'sib ketganda tepisani ichida. Bular ham optisa ustida. Qishda yozda ko'rgan bular. Va qishda qolar ekanda. Bir marta sovuq ham bo'lgan, keyin aniq bo'lib ketgan. Va anamal sovuqda ham qolganmi bular? Anamal sovuqda qolgan, ustiga salfan tashladi. Anamal sovuqdan ham o'tgan, ishonchli ekan. Bu kichiklari nech pul mana? Stoli 1,5 metr, bu yog'i o'zi 1 metr ekan. Kichik ular aka deyarli sotilmaydi. Misol uchun katta qilib berasiz. Mana bering deb majburlar nima qilsa, keyin biz sotishimiz mumkin. Ha, bo'lmasa tayyor. Lekin misol stol bor, balki bor. Yonini olib turib, quyoshga tushadigan bo'lsa, chiroyli bo'ladi-da u o'sishi.
shakl beramiz biz qisqa qilib aytsak. Demak, narigini $500 berasiz. 3,5 metrli stvol deydi. O'zi u uyni tom baravar olib ketar ekanda guli bilan. Bunisini 200 ga berasiz. 250 $250 300 200, 250, 300 o'ziga qarab. Urug'lashga kelgan ha bular. urug'lashga kelgan, tepada urug'lagani bor. Men yerda salqinligi uchun urug'lamagan. Hozir bormi urug'i bilan tut? Ha, tepada. Hozir qo'shamiz uni ham. Bu mana va'da qilganimiz urug'lab turgani. Hozir pishadimi uni urug'i o'zi? Pishib, Sekin. qop-qora bo'lib, mayizga o'xshab qorayadi aka. Ana shunday ekadi. Ha. Mana va'da ham yana bitta bor ekan. Urug'lab turgani. Va'da mana. Yana bor ekan. Hali stvol uzun deganlaringiz mana shularmidi? Stol uzun mana shu. 2 metrli stol ekan. Mana shu urug'lab turganlari nechi pul? $300 $250 dedi. 250 300. Urug' rosa ko'p ekan men aytdim mana bittan. Hurmatli obunachilar, urug'ni o'zi borami 2000 3000 ta chiqsa kerak urug'i. Ha, bitta asha tutdagi, ash tomonda, shu tomonda turibdi, bu tomonda turibdi. Ha? Ammo chiqsa kerak. Buni hali palmachilar ko'proq bo'ladi. Men aniq 2000 ta chiqadi deb qo'yaman. Ha, palmachilar mutaxassis bo'ladi bu borada. Chirolari ham bor ekan. Haligi aytganimiz stvoli qalin. Tom baravar keladiganlari. Xo'p, aloqaga chiqa olasizlar. Ma'qul, kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqib, kelishtirib, xohlasangiz ichkaridagi tuvak gullarni, xohlasangiz palmalarni, zimni, letni, xullas gulli turi juda ham ko'p. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha video obzorlarni yoritib berdik. Ayrim xato kamchiliklar uchun ma'zur tutasizlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha.